Hammomingizni remonti eskirib qoldimi? Umuman tashvish qilmang. Mana shunaqa samakleykalar kelgan, oltariqda zo'r yangilik. Optim arzon narxlarda shunday devorga yopishtirsangiz yopishib qolaveradi. Suv tortmaydi, hattoki devoringizni zaklatmaydi. Chiroyli qaranglar, kvadrat. O'zingiz ham yopishtirib olsangiz bo'laveradi. Ayollar ham yopishtirsa bo'ladi. Narxlari va sifati bilan tanishtirib o'taman. Hozir buni taxtaga yopishtirib ko'rsataman. Keyin devorga ham yopishtirib beraman, ishonch hosil qilishinglar uchun. Bundan juda ham katta sortimentda kelgan. Gullarini ko'ringlar. Hozir qolganlarini ham ko'rsataman sizlarga. Kamerani yaqinroq olib keling. Bu orqasidagi qog'ozni shunday shilasiz. Men hammasini yopishtirib ko'rsatmayman sizlarga. Chunki bu taxtaga yopishib qolib, qaytib tushmaydi mana. Salgina shilib, bemalol bir xil razmer o'lchab olib, hammamizga yopishtirib yuborasiz. Ko'ryapsizmi? To'liq olyapsizmi? Qaranglar. Umuman chiqib ketmaydi. Bolangiz osilsa ham chiqib ketmaydi. Maydan ko'rsating, qaranglar. Qilish ham oson emas buni. Umuman suv o'tkazmaydi, qishda issiq, yozda muzdekkina bo'lib turadi. Hozir devorga yopishtirib ko'rsatib beraman. Mana. Endi devorga yopishtiramiz. Ko'ringlar mana. Kley ketib qolgani yo'q. Hozir xuddi shuni devorga yopishtirib beraman, chunki taxtaga yopishtirdingiz, devorga ham yopishadimi deb so'rashlaringizni bilaman. Hammomingiz rodbin yoki shunaqa shkatulka qilingan bo'lsa ham shunday yopishtirib olaverasiz. Faqat avval gruntovka qilib olishingiz kerak, qaranglar. Bir qator devoringizni gruntovka qilib, kirlarini qotirib, bemalol samakleykan yopishtirsalaringiz bo'laveradi. Baytaman. Zo'ra. Buni bir-biriga moslab, gullarini moslab, o'zingiz hammomingizni zo'r qilib olsangiz bo'ladi. Zo'r ekan haqiqatan. Yo'q, umuman chiqqani yo'q. Chiqmaydi, umuman chiqib ketdi. Samakleykalardan qanaqa dizayn chiqadi deydiganlar, oddiy rang berilgan uyda ham shunaqangi chiroyli dizayn yaratib olsangiz bo'ladi. Ko'rsatib boring. Xuddi shunaqa. Hech qancha ketmaydi, ancha hamyonbop bo'ladi. Uyingizni shunaqangi ochib beradi. Bunaqa samakleykalardan juda ham ko'p. Hattoki bolalar xonasiga buni qaranglar. Xohlaganingizni tanlab olsanglar bo'ladi. Ochil mana. Bunisi ham juda ham chiroyli ekan. Gullarini qaranglar. Rosa ham chiroyli. Bu tarafda bunaqa samakleykalar ham bor. Hammomga yopishtirsangiz bo'ladi, oshxonaga yopishtirsangiz bo'ladi. Bitta yuzga bitta rulon yetadi deyishyapti. Bolalar xonasiga qilsanglar ham juda ham zo'r chiqsa kerak. Qishda issiq ushlab turadi. Ranglarini qaranglar. Bolajonlarning ko'zini quvnatadigan ranglari bor ekan. Hammomga ham bemalol bitta rulondagi hammomlarga yetadi deyishyapti. Mana shu yerdan tanlab olaverasizlar. Barakali, pulingiz baraka qiladi. Men o'zim remontchi bo'lganligim uchun osinjonlarimga tavsiya beraman. Hammomingizda, oshxonangizni remont qilmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa samakleykadan yopishtiringlar. Ancha oson, chiqib ketmaydi. Qishda ham to'kilib tushmaydi, yozda ham to'kilib tushmaydi. Keyin bemalol siz artib qo'yaverasiz. Mabodo bilmaydiganlar aboy yopishtirib qo'ysa, aboyi chiqib ketsa achinadi. Bu samakleykalar chiqib ketmaydi. Tavsiya qilaman, hammomga, oshxonaga yopishtiravering bemalol. Qo'rqmasdan.